Assalomu alaykum ishonch.uz kuzatuvchilari. Demak, mazkur haftaga bag'ishlangan davriy nashrlarning sharhini boshlaymiz. Ushbu haftada ham jurnalist hamkasblarimiz sermahsul ijod qilishdi. Buni mana gazetalar sahifalaridan ko'rishimiz mumkin. Demak, 21-asr gazetasi misolida aytadigan bo'lsak, ushbu gazetada go'sht arzon bo'ladi qachonki sarlavhasi ostidagi muallif Ro'zimboy Hasanning katta yirik tahliliy maqolasi e'lon qilingan. Ushbu maqolaning ichida go'sht arzon bo'lishi mumkin, lekin qaysi omillar bunga qarshilik qilmoqda, qaysi omillar o'zgarishi kerak, nimalar qilinishi kerak degan savollarga batafsil javob berilgan va Xorazm viloyati misolida javob berilgan. Keyingi gazetaga o'tamiz. Demak, keyingi gazetamiz Ishonch gazetasida ushbu haftada Qishloq xo'jaligi vazirligiga va investitsiyalar, savdo va sanoat vazirligiga savol bilan chiqdi. Kun mavzusi ko'tarilgan. Ya'ni bu yerda mas'ullar bu yil qovun tushirishmaydimi? Ya'ni o'tgan yil bilasiz, qovun, tarvuzlar, ayniqsa qovun mahsuloti pishib yetilganda ularni sotish yoki eksport qilishda dehqonlarimiz, fermerlarimiz anchagina muammolarga duch kelgan edi va suv tekinga narxlangan edi qovunlar. Mana shu holat bu yil ham takrorlanmaydimi? Mas'ullar bunga qanday chora ko'rishmoqda? Yana bunday holat takrorlanmasligi uchun degan savollarni qo'ygan jurnalistlar va kun mavzusi sifatida olib chiqqan. Bu yerda kartoshka qimmatlashmasligiga kafolat bormi degan kichkina kun savolini ham ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston ovozi va Zarafshon gazetalari bilan tanishganimizda ushbu gazetalarda ko'tarilgan maqolalar bugungi sharhimizning asosiy mavzusi bo'lishi kerakligini tushundik. Chunki bu yerda mana O'zbekiston ovozi gazetasi jamoat transporti masalasini ko'targan. Ya'ni O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining Namangan, Xorazm va Qashqadaryo viloyati deputatlari, vakillari o'z hududidagi jamoat transportining rivojlanishi va bilasiz 2024-yillarda, 2023-yillarda jamoat transportini rivojlantirish bo'yicha qator farmonlar, qarorlar e'lon qilingan edi. Mana shu qarorlarning, farmonlarning ijrosi bo'yicha o'rganish olib borgan va juda ham bu yerdagi ko'tarilgan masalalar e'tiborimni tortdi. Masalan, keling, ayrim joylarni sizga o'qib bersam. Xalq demokratik partiyasining Namangan viloyati kengashi deputatlari tomonidan o'rganilganda quyidagi vaziyat ma'lum bo'lgan. Partiyamiz faollarining aytishicha, muallif bu yerda Mavjuda Hasanova demak hikoya qilyapti. Partiyamiz faollarining aytishicha, jamoat transporti xizmati sifatini oshirish, bugungi davr va sharoitga moslashtirish bo'yicha hududlarda olib borilayotgan islohotlar haqida uzoq gapirish mumkin, ammo o'z yechimini kutayotgan muammolar ham bor. Jamoat transportidan imtiyozli foydalanuvchilar barcha qulayliklarga ega bo'lgan zamonaviy avtobus va mikroavtobuslar bilan yetarli ta'minlanmagan. Namangan viloyatiga nisbatan aytilyapti. Ma'lum bo'lishicha, yo'lovchi tashuvchi korxonalarning kredit olishda garovga qo'yiladigan mulkning kamligi hamda banklar tomonidan tavsiya etilayotgan kredit foizlarining yuqoriligi, kredit muddatining qisqaligi sababli avtobus va mikroavtobus sotib olish uchun bank va yo'lovchi tashuvchi korxonalar o'rtasida shartnoma tuzilmayapti. Buning oqibatida demak yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi korxonalar yangi avtobuslar sotib ololmayapti va vaziyat hamon eski hammom, eski tosligicha qolmoqda. To'g'ri, ancha-muncha ishlar qilingan, ilgari mavjud bo'lmagan yo'nalishlarga avtobuslar qo'yilgan, lekin bu o'sha davlatimiz rahbari tomonidan o'sha viloyat rahbarlari oldiga qo'yilgan masala o'z yechimini to'la to'kis topmagan degan xulosa berilyapti bu yerda. Jamoat transportini kutish bekatlari haqida ham to'xtalingan. Aholining jamoat transportini kutish bekatlarida yetarli sharoitlar mavjud emas yoki bekatlar hududi o'zboshimchalik bilan tadbirkorlar tomonidan egallab olinib, bu nogiron aholi uchun noqulaylik tug'dirmoqda. Endi Qashqadaryo viloyati mahalliy kengash deputatlari olis hududlardagi maktablarni avtobus bilan ta'minlash masalasini o'rgangan. 2024-yilda prezidentimiz davlat dasturida Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatidagi olis
chekka hududlarda joylashgan maktab o'quvchilarini bepul avtobuslar olib kelishi va olib ketishi xizmatini outsourcing asosida joriy etish vazifasini qo'ygan edi. Mana shu holatni o'rgangan, shu holatning qay darajada bajarilganini o'rgangan deputatlar va bu yerda aytilyaptiki, Surxondaryo va Qashqadaryoda 100 ta ana shunday chekka hududda joylashgan maktab o'quvchilari uchun bepul avtobuslar yo'lga qo'yish kerak bo'lgan. Vaholanki 100 ta emas, amalda 50 ta mana shunday chekka hududda joylashgan maktablar bor ekan, lekin ularning atigi 3 taginasida, ya'ni Mirishkor tumanidagi 22-chi, 23-chi, 24-chi maktablardagina mana shunday avtobuslar yo'lga qo'yilgan. Qolgan hududlarda bu vazifa bajarilmagan. Zarafshon gazetasi haqida to'xtalishni lozim topdik. Buning sababi ushbu gazeta sahifalari bilan tanishganimizda, demak, sektorlar tugatildi, sayyor qabullarchi degan maqola e'lon qilinyapti. Oldinlari aholi muammolarini o'z yo'nalishida sektorlarga borib murojaat qilinar edi va sektorlar shug'ullanar edi. Keyin bu sektorlar faoliyati tugatildi. Endichi aholi qayerga murojaat qilyapti? O'sha aholining murojaatlari o'z yechimini topayaptimi degan savollar bilan Samarqand shahri misolida o'rgangan mavzuni Marqayev tayyorladi deb berilyapti. Joriy yilning dastlabki 3 oyida Prezident virtual xalq qabulxonasiga Samarqand shahar aholisidan 3786 ta murojaat bo'lgan. Bu viloyatlar kesimida olib qaraganda ko'pligi ta'kidlangan. Bu yerda jurnalist ko'targan Samarqand shahridagi Prezident virtual qabulxonasiga qilayotgan murojaatlari mas'ullar tomonidan yaxshi o'rganilmayotgani ta'kidlanmoqda va yoki bo'lmasam jiddiy o'rganilmasdan ko'r-ko'rona javob berilayotgani aytilmoqda. Natijada yana fuqarolar sudga murojaat qiladi, keyin yana boshqa tashkilotga murojaat qiladi. Shuning uchun ko'pincha murojaatchilar sarson sargardon yurganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shuni misollar bilan, isboti bilan jurnalist keltiryapti, raqamlarni o'rgangan. Yil boshidan buyon hozirgi mana yarim yilga kelib qoldik. Davlat xizmatchilari xatti-harakatlari ustidan 527 ta shikoyat kelib tushgan. Xususan 70 ta shikoyat profilaktika inspektorlari ustidan, 49 ta shikoyat Majburiy ijro byurosi xodimlari ustidan, 40 ta shikoyat sog'liqni saqlash xodimlari, 27 ta mahalla xodimlari, 26 ta bank xodimlari va 10 ta ta'lim sohasi xodimlari ustidan aholi tomonidan shikoyatlar kelib tushgan. Bu tizimlar rahbarlarini so'roq savolga tutish kimning ishi? Nega holat bunday ko'rinish olyapti? O'zgarish qachon bo'ladi deydi jurnalist va juda ham o'rinli savollarni bergan. Jamoatchilik bu savollar javobini bilishga haqli emasmi? Bu yerda yana jurnalist aytmoqda, prezidentning murojaatlarini ko'rib chiqish va nazorat qilish jarayonlariga raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish to'g'risidagi qarori loyihasi e'lon qilingan. Agar mazkur loyiha tasdiqlanadigan bo'lsa, u yerda shunday ko'rsatilganki, aholi o'zini mahallasiga borib, biror tashkilotga yoki tuman hokimiga, viloyat hokimiga video orqali qoldirishi mumkin. Ya'ni bu elektron usulda bo'ladi, raqamli usulda bo'ladi. Mana shunda ular qanday ahvolga tushadi? Unda hozir mana qochib yuribdi, qog'ozda nomiga o'sha aholini murojaatlariga, muammolariga nomiga javob berib aldash bilan band. Ertaga bu elektronlashsa, ular qanday yo'l tutadi degan masalani ko'taryapti. Joriy yilning o'tgan 3 oyida shahar aholisidan Prezident virtual va xalq qabulxonalariga rahbarlar shaxsiy qabulini so'rab 71 ta murojaat kelib tushgan. Ularning 10 tasida Prezident qabuli so'ralgan. Yana bir ma'lumot, joriy yilning 1-choragida davlat organlari, korxona va tashkilot rahbarlari tomonidan 97 marotaba ommaviy qabullar o'tkazish rejalashtirilgan, ammo bu rejaning yarmi bajarilmagan. Mana demak, viloyatda tashkilotlarning oddiygina ommaviy qabullarni o'tkazishga nisbatan munosabatdan ham bilsak bo'ladi. 97 marotaba ommaviy qabullar o'tkazilish belgilangan, ammo uning 50% ham bajarilmagan. Navbatdagi maqola.
migrant ayollar mavzusi tilga olinadi bu maqolada. Muallif Gulruh Mo'minova, Zarafshon gazetasi muxbiri. Ushbu maqola ham juda ham e'tiborli. Bilasiz, Samarqand shahrida xorijga ishga ketish, migratsiya juda ham dolzarb masala. Ko'pchilik xorijga ishga ketadi. Muallif bu yerda mana shuning oqibati, farzandlar tarbiyasiga qanday salbiy ta'sir etishi, nima uchun xorijga ishga ketgan, ayniqsa bu yerda migrant ayollar masalasi ko'tarilgan. Jurnalist ko'taryaptiki, mayli tushunamiz, bir ahvolini o'nglamoqchi bo'lib xorijga 1 yil, 2 yil, 3 yil ishga ketsin. Lekin shunday onalar bor va ular ko'pchilikni tashkil etmoqda. O'zining ijtimoiy ahvolini, vaziyatini yaxshilab olgandan keyin ham yana va yana xorijda qolib ketmoqda. Bu yerda onlayn onalik degan atama ishlatilgan. Juda ham men uchun og'riqli bo'ldi ushbu atama. Qarang, hatto hayotimizga onlayn onalik degan atama ham kirib kelyapti. Va jurnalist aytayaptiki, ular onlayn onalik vazifasini bajaryapti. Uzoqdan turib telefon qiladi, Telegramdan yoki video chatlardan gaplashadi va lekin afsuski bunday vaziyatlarda farzandlarning taqdiri ayanchli bo'lib qolayotganligini bir nechta misollar bilan aytgan va o'zi kuzatgan bir misolni keltirgan. U yerda maktab o'quvchisi onasi xorijda ishlab yurganligi, yillar davomida kelmasdan ishlab yurganligi, oqibatda maktabni bitirmagan qiz homilador bo'lib qolganligini misol keltirgan. Va bu o'zimiz ham ko'rib turibmiz bunday holatlarni, mingdan biri bo'lishi mumkin. Bu misol psixologlarga murojaat qilgan Samarqand shahar xotin-qizlar bo'limi rahbariga murojaat qilib, demak qancha ayollar xorijdan ishdan keldi va ular bilan qanday ishlandi, qanchasi o'zimizning o'sha Samarqanddan ish topib berildi yoki o'zini o'zi band qildi, tadbirkorlikka yo'naltirildi degan savollarni bergan va men e'tiborini tortgani Gulruh Mo'minova faqatgina muammoni yoritib, mulohaza bildirish bilan cheklanib qolmagan. O'sha Samarqanddagi mana shu sohaga ayollar masalasiga mas'ul bo'lgan odamlardan demak hisob so'rayapti. Mana qancha ayol keldi, qancha ayol ketdi ishlashga, qanchasiga amaliy yordam ko'rsatildi, qanchasini o'zimizda shu shaharda ish bilan ta'minlashga yordam berildi degan va yaxshigina raqamlar keltirilgan. Bu yerda keyin jurnalist aytayaptiki, mana shuncha demak ayol ish bilan ta'minlanibdi. Unda nega boshqa ayollar ham shu yerda oilasini bag'rida, farzandlarining yonida ishlashni afzal ko'rmayapti? Va u o'rgangan va shunday javob aytayaptiki, ishga ketgan ayol, xorijda yaxshigina mo'maygina daromadga ishlayotgan ayol bu yerda garchi farzandini, oilasini bag'rida bo'lmasa-da, shuncha mehnat qilib kamroq daromad topishni xohlamayapti. Endi u ko'p daromad topishga o'rganib qoldi va boshida qaytaman uyga kelaman degan bo'lsa-da ham o'sha va'dalarni, o'ziga o'zi bergan va'dalarni unutib, yana va yana uzoq yillar davomida xorijda ishlab yuribdi degan gapni aytayapti va ularga murojaat qilyapti. Nahotki o'sha topayotgan moddiy boyligingiz farzandingizning taqdiridan ham afzalmi degan juda ham og'riqli savollarni qo'ygan. Agar buni ozgina bo'lsa ham vijdoni bor onalar o'qisa, albatta bir mulohazaga cho'mishi aniq deb o'ylayman. Zarafshon gazetasida mana shunday bugungi kunning dolzarb, barchamizni o'ylashga chorlaydigan mas'ullarni ham, aholini ham, ayollarni ham, xorijda ishlab yurgan yurtdoshlarimizni ham o'ylashga, mulohazaga chorlaydigan maqola bo'lgan. Men Zarafshon gazetasi jamoasiga virtual qabulxonalardagi aholining murojaatlari taqdiri bilan bog'liq maqola uchun ham katta rahmat aytib qolamiz va boshqa viloyatlarda ham, Toshkent shahrida ham shu mavzuni har bir nashr o'zini hududi bo'yicha agar jurnalistlar o'rgansa juda ham yaxshi bo'lardi. Bir vaziyatga yanada yaqinroqdan oyna tutgan bo'lardik degan xulosaga keldim. Barcha hamkasblarimizga kelayotgan haftada ham ijodiy barkamollik va kuch-quvvat tilagan holda bugungi sharhimizga yakun yasaymiz. Salomat bo'ling.